Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining qaroriga ko'ra 1997-yildan buyon 16 noyabr har yili butun dunyoda Xalqaro bag'rikenglik kuni sifatida nishonlanib kelinadi. Mazkur sanani yurtimizda nishonlash ham yaxshi an'anaga aylangan. Xususan viloyatimizda bag'rikenglik haftaligi tadbirlariga start berildi. Shahrimizdagi Xotira xiyobonida o'tgan tadbir bilan mavzuni davom ettiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining qaroriga muvofiq 1997-yildan buyon butun dunyoda har yili 16 noyabr Xalqaro bag'rikenglik kuni sifatida nishonlab kelinadi. Shunga muvofiq yurtimizda ham har yili 16 noyabr bag'rikenglik haftaligi deb belgilangan. Haftalik doirasida tashkil etilgan tadbirning navbatdagisi viloyatimizdagi Xotira xiyoboni hamda Do'stlik uyida bo'lib o'tdi. Dastlab Xotira xiyobonida Motamsaro ona haykali poyiga gulchambar qo'yildi. Tadbirda viloyatimizdagi turli millat vakillari hamda yoshlar jam bo'lishdi. Shuningdek, viloyat hokimligining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha kotibiyati, madaniyat boshqarmasi, milliy madaniy markazlar vakillari ham bir maqsad yo'lida birlashdi. Елдің халықтың арасындағы достық күн дейді, бауыры кең күн дейді. Мына араласып кеткен еліміз ғой, түрлі елләтпен, милләтпен бір семьядай болып, мына осы жерде жиын өткізіп, мына анамыздың алдына міне гүл қойдық қазір. Құдай қаласа бұның бәрі еліміз, жұртымыздың тыныштықтың белгісі міне. Араласып кеткен еліміз ғой. Мына 28 мың қазақ біздің немізде осы Дызақ облысы бойынша жиын болса, не болса, мына бірлік болса, тірлік болады, ынтымақ, бірлікте жақсы. Мына елбасымыздың арқасында болып жатқан тірлік. Рахмет елбасымызға. Viloyatimizda bugungi kunda 6 ta, ya'ni rus, tojik, qozoq, qirg'iz, tatar va koreys milliy madaniy markazlari faoliyat yuritib keladi. Ular bugungi kunda o'zlarining milliy an'ana va qadriyatlarini aks ettirib kelishmoqda. Bag'rikenglik haftaligi doirasidagi tadbirning navbatdagisida aynan milliy madaniy markazlar vakillari maqsadlar, belgilangan vazifalar doirasida o'zaro fikr almashishdi. Bag'rikenglik va millatlar aro totuvlik haqiqatan ham mavzu dolzarb va bu yerda yig'ilgan tarkib ham shunga monand. Bu bayram bo'lganda ham bu turli millat vakillari. Mana shu O'zbekistonimizda istiqomat qilayotgan 130 dan ortiq millat elatlar yashaydigan bo'lsa, ana shulardan bayrami sifatida bu keng nishonlanadi. Mana bu bayram munosabati bilan mana mamlakatimizda haftalik e'lon qilindi. 10 noyabrdan 16 noyabrga qadar mana shu bag'rikenglik haftaligi e'lon qilindi. Ana shu munosabat bilan bugun biz ana shu haftalikni Xotira bog'ida Motamsaro ona haykali poyiga gulchambar qo'yish bilan boshladik. Haftalikda o'tadigan tadbirlar, uchrashuvlar, suhbatlar rejalashtirilgan. Ana shu reja asosida albatta hafta davomida biz turli tashkilotlar bilan mana shu bizning markazimiz Qirg'iz milliy madaniy markaz ham faol ishtirok etadi. Bunga biz o'zimizning rejamiz tuzdik. Ana dekog'iz bag'rikenglik degan o'zi nima ma'nosi? Bu bag'rikenglik shu mamlakatimizda yashayotgan xalqlarning o'zaro do'stligi. O'zbekiston diniy bag'rikenglik va millatlar aro totuvlik masalalariga yondashish bo'yicha o'ziga xos tajribaga ega. Zero mamlakatning taraqqiy etishi avvalo undagi barqarorlik, dinlar aro bag'rikenglik muhitining mustahkam saqlanishiga bog'liq.